Koreyada o'rtoqlarim bilan cho'milishga Get Ready With Me. Basseynimiz kurortda joylashgan. Yerda bugun vechirinka ham bo'ladi va qo'shimchasiga Manetga VVIP mehmon sifatida taklif qilinganim uchun sal odambashara bo'lib kiyinib ketishga qaror qildim. Odambashara bo'lib kiyinaman dedim, qiluv qilaman deganim yo'q. Tegimga ikkita yubka orasida o'yladim va oxiri shu jinsini tanlashga qaror qildim. Ustim ham oq bo'lgani uchun slishkom oppoq kiyingim kelmadi. Ustimga oq top bilan shunaqa ich ko'rinadigan long sleeve kiydim. Buni единственный yomon ko'rganim orqasini boylashi sal qiyinroq. Har doimgidek bitta ozgina o'zimga kompot bo'lib oldim. Diamondlarim bilan ham flirtovat qilib oldim. Endi aksessuarlarga o'taman. Bo'ynim yopiqroq va juda ham zerikarli ko'ringani uchun shunaqa sipochka bilan ikkita uzuv ham taqib oldim. Endi sumkamizga eng kerakli narsalarni tezgina yig'ib olamiz. Birinchi bo'lib, конечно, kupalnikimizni solib olamiz. Bu yerda nimani bunaqa o'yladim, to'g'risi o'zim ham esimda yo'q. Конечно, basseyn bo'lgandan keyin makiyajimizni ham yangilashga hamma narsalarimizni olib olamiz. Faqatgina qizlar tushunadigan haqiqat, mingta pomada olib yurib, faqat bittasini ishlatamiz. Bugungi outfit va настроениямga mana shu YSLni parfyumi to'g'ri kelgani uchun shuni ishlatdim bugun. Videoni oxirida labimga hech narsa surmaganimni bilib qoldim. Hechdan ko'ra kech deganda hajaba hozir surib oldim. Aytgancha oyog'imga mana shunaqa balletka kiyib oladigan bo'ldim, chunki u juda ham qulay. Sezgan bo'lsanglar kerak, bugun hot girl vibe-ni chiqarib berishga harakat qildim. Nima deb o'ylaysizlar, o'xshadimi yoki yo'q? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Reaksiyamdan esa o'zimga juda ham yoqqanini ko'rsanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.